Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Do'stlar, oxirgi paytlarda juda ham ko'pchilik obunachilarimiz bizlardan kulgili dublaj videolarini havola qilishimizni so'rashdi. Biz esa hech qachon sizlarni xafa qilmaganmiz. Aynan shuning uchun ham bugun biz sizlarga futbol tarixidagi eng kulgili videolar aks etgan video lavhalarni jamlab oldik va ularga o'zimizni eng kulgili bo'lgan dublajlarimizni qo'shdik va yana ham kulgili bo'lgan video qilishga harakat qildik. Kutib oling do'stlar, bugun biz sizlarga futbol tarixidagi eng kulgili lavhalar aks etgan dublaj videoni havola qilamiz. O'ylaymizki, biz qilgan dublaj videolar sizlarga juda ham yoqadi va kayfiyatingizga kayfiyat ulashadi. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz juda ham kulgili bo'lgan videoni boshlaymiz. Qadrli futbol muxlislari, o'tgan videomizdagi sirli futbolchi Luis Suarez edi. Juda ham ko'pchilik futbol muxlislarimiz mana shu futbolchining ismini to'g'ri javob berishdi. Lekin aynan mana shu 6 ta ishtirokchimiz eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berishdi. Agarda sizning ham kommentariyalaringiz bizning videolarimizdan joy olishini xohlasangiz, mana shu sirli futbolchini aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, karyerasiga qarab mana shu sirli futbolchining ismini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering va keyingi videoda aynan sizning kommentariyingiz joy olishi mumkin. Basharing qursin salani ichimga zordlaring tepib, to'xta, qayerga tashib ketyapsan, mana jinnimisan, suvda to'g'ri qaramaysizmi? Sanga nima bu, ammeni uyimi bu, yotasan, tur yo'qol bu yerdan, biz futbol o'ynagani kelganmiz. Qarasangiz bo'lmaydimi, cho'zil yotishini qarang, erkakmi shu ham? Voy, masalaga umuman tushunmadim. Suvda kimligi eslaringdan chiqib ketib qolibdi shekilli. Sanga ham saro, tur yo'qol futbollaringni o'ynalaring. O'rtoq, nima desam, to'yimga munisalizavay etsam, nima qilganing bu ahmoq? Nima qilding? Ishtonni dabdala qilding. Qara ishtoniga qo'llab qo'yibdi. Trener tog'a qara ishtoniga qo'llab qo'yibdi. Men qo'llaganim yo'q, ani suv sepib yubordi-yu. Men qo'llaganim yo'q, masalaga nima, yosh bolamanmi? Aql bola. Sandan bo'ldi. Don Jiki. Ko'rdim yutdim. Xullas Eshmat yutdi. Trener tog'a. Mana sizga olam muz. Battar bo'ling. Trener tog'a. Sochini to'g'rilab qo'yaymi o'zim. O'ylab. Hammasini klubdan haydaymiz, o'ylamay xo'jayin. Bunaqa qilish hattoki Neymarni ham qo'ldan kelmaydi. Undan tashqari banan bilan bir-birini so'yib o'ldirib qo'yadigan hindistonlik eng zo'r aktyorlarni ham qo'ldan kelmasdi. U oqbosh mana shu yiqilish bilan hakamdan kamida qizil kartochka so'ramoqchi edi. Lekin ming afsuski, uni beliga futbolchilarni oyog'i emas, hakamning qo'li shunchaki tegib ketgandi. Menga qara uka, men seni tuppa-tusu odam deb o'ylasam, qip-qizil mashina ekansan. Qilayotgan ishingni qara, uyalmaysanmi? Turay futbolini o'ynay. Voy kalbosh baxki, men bananni olib bergan unga vashi o'ynamayapti. Aytgan yaxshilab o'ynasin, men bananni yeb olsin. Voy baxki, men buni yeb olar ekansan. Voy rahmat. Qonim ochib ketdi. Rahmat trener tog'a. Oshar. Mana gol. Balli kalla. Balli kalla. Gol urdim. Trener tog'a shapkani oling bu yoqqa. Omon yor o'ynasang-chi, trener tog'a yana o'ynasa emas, shapkani ol, sasib ketibdi. Qanday go'zal bola. Bir qara, u sharozi sekin yoramizni bilan qo'rqitamiz. Paq. Uy, nima qilding-yo, kalbosh odam masagansan. Nima qilganing bu, ahmoq? To'g'ri o'tirsang bo'lmaydimi? Burrimi o'lasan. Bu vaziyatni ko'rib goh yig'lagingiz keladi, goh kulgingiz keladi. Qanday qilib bu vaziyatda gol ura olmaslik mumkin? Qanday qilib bunday vaziyatda to'pni darvoza to'riga emas, balki darvozaning ustiga oshirib yuborish mumkin? Bu ham menimcha bir san'at bo'lsa kerak. Aytgandek, bunday vaziyatda hattoki Igor Sergeyev ham gol urardi. Menimcha adashdim. Menimcha Igor Sergeyev bundan ham yaxshi vaziyatda gol ura olmasdi. Menimcha shu gol ura olmaslik san'atiga asos solgan inson aynan Igor Sergeyev bo'lsa kerak. Voy qizlar, qaranglar, boshimga baxt qushi qo'ndi. Endi erga tegaman, futbol yig'ishtiraman. Qanaqa baqol. O'zimni boshimga qo'ndiraman deb Ronaldodan ham zo'r o'ynaydigan bola olib ketaman. Qani qo'na qol boshimga. Baxki. Tur yoqollaring, sallani boshlaringga qo'ngandan ko'ra borib anta o'tirganim yaxshi. Sigaret chekib. Qani, mana gol. Ko'rdilaringmi, mamnaq bo'ladi golni. Endi pizzani ol bu yoqqa, qorin ochib ketdi. Ana pizzamisan, pizza. Voy, yoqmadi-yu bu pizza. Voy, mazasi yo'q ekan. Men buni olib yeb olgan ukamman. Men ol, mendan grif. Suvda tog'a. Men 5000 ni oling deb bizga penaltimi yo bo'lmasa ofsaydan urilgan golni o'tkazib yuboring. Oling, men 5000 oling. Voy, jinnimisan, men pora olmayman.
O, Sudut og'a, siz oling bo'lmasa mana sizga 5 ming emas, 100 ming so'm. Mana buni oling deb bitta ofsayddan gol o'tkazib bering yoki bo'lmasa bitta penalti qo'yib bering. Voy, tomlaring ketibdi yuzanlarni. Ana noshni ham chakib oldik. Ana endi mazza qilib futbol tomosha qilamiz. Bratishkada yaxshi o'ynalaring. Bo'lmasa mana shu nosvoydan beraman boshlaring gangrab o'tiraveradi. Nosvoy mazza ekanda. Sigaret tashlaymiz. Sigaret achmay endi noshga o'tamiz. Qadrli futbol muxlislari, ushbu dublyaj videoni shaxsan o'zim tayyorladim. Ya'ni har bir personajga o'zim ovoz berib, dublyaj video qilishga harakat qildim. Agar videoyimizda qandaydir xato kamchiliklari bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Futbol vaqtida qoling, ishoning siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.